Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Musulmon odam so'zi ham, o'zi ham, amali ham go'zal bo'lmoqligi kerak. Musulmon odam badan pokligiga qanchalik ahamiyat bersa, qalb pokligiga ham, vujud pokligiga ham mana shunday ahamiyat va e'tibor qaratmoqligi kerak. Zero badandagi nopokliklarni ketkazar ekan, qalbidagi illat va razolat kabi tushunchalarni ham qalbidan bartaraf qilmoqligi kerak bo'ladi. Zero badandagi nopoklikni ketkazmoqlik oson, lekin qalbdagi illatni, qalbdagi yomonlikni, qalbdagi razolatni ketkazishlik og'irroq hisoblanadi. Shuning uchun ham musulmon odam qalbi ham, tili ham, so'zi ham go'zal bo'lmoqligi, tashqi ko'rinishiga qanchalik ahamiyat bersa, ichki olamini ham ana shunday go'zal, mana shunday fayzli qilmoqligi lozim bo'ladi. Insonning ichki olamini boyitadigan, insonni musulmonlik sifatini yanada ham ziyoda qiladigan, insonga dunyoda ham oxiratda ham saodat beradigan go'zal xislatlardan biri, chiroyli fazilatlardan biri vafodorlik, va'daga vafo qilishlik, insoniylik fazilat sanaladi. Musulmon odam va'dasini ustidan chiqadi. Aytgan so'zini, aytgan gapini ustidan albatta chiqib biladi va mana shu va'dalarni bergan va'dasiga hargiz xilof qilmaydi. Musulmonlikning go'zal sifatlaridan, chiroyli fazilatlaridan sanaladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Moida surasida shunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, sizlar bergan ahdlaringizga vafo qilinglar deb marhamat qiladi. Qur'oni Karimning Baqara surasining 40-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Astayzu billah. Awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum va iyaya farhabun. Sadaqallohul azim. Ya'ni menga bergan ahdingizga vafo qilinglar, men ham sizlarga bergan ahdimga vafo qilaman va mendangina qo'rqinglar deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Ushbu oyati karimalarda Alloh taolo bandalarini ahdiga vafodorlik qilishlik, mu'minlarning go'zal fazilat va chiroyli xislati ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib turibdi. Bu o'rinda hammamiz uchun namuna bo'lgan, barchamiz uchun andoza bo'lgan Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayot yo'llari, u kishining qoldirgan go'zal ibrat va namunalari hammamiz uchun dasturul amal va andoza hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hali payg'ambarlik kelmasidan burun amin degan nomni olgan edilar. Ya'ni amin degani ishonchli degani. Makka ahli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga o'zlari uchun qadrli sanalgan, o'zlari uchun juda bir ehtiyotkor deb bilgan narsalarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga kelib topshirar edilar. Mollari bo'lsin, pullari bo'lsin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga topshirar edilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bergan bu omonatga hargiz xiyonat qilmasliklarini, bu berilgan va'dalarni albatta ustidan chiqishligini qattiq ishonar edilar va shu uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga amin degan nomni bergan edilar. Batahqiq payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ana shunday amin, ana shunday ishonchli, va'daga vafodor, go'zal xislat sohibi edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisda, bu hadisni Abdulloh ibn Abul Hamso radhiyallohu ta'ala anhu aytadilarki, jahiliyat davrida payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan birga bir masalada kelishdim dedilar. Bir savdo masalasida kelishdim. Falon joyga borishlikdan va'dalashdik, lekin meni xotirimdan ko'tardi. Aytilgan va'dalashgan joyga bora olmadim. Bir necha kun, 3 kun o'tgandan keyin esimga tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bergan va'dam borligini esimga tushgan zahoti darhol o'sha joyga yugurib bordim. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha joyda meni kutib turganliklarini ko'rdim. Va shunda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qarab, "Ey yigit, meni juda charchatib qo'yding-ku, 3 kundan beri seni shu yerda, shu manzilda kutyapman" deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar.
Qarang, bu va'daga vafoning qanchalik bir oliy janobligini, va'daning berilgan, aytilgan so'zning ustidan nechog'lik chiqib turganligining go'zalligiga qarang. 3 kun ham payg'ambar alayhissalom haligi odamni kutdilar. Ya'ni berilgan va'da, aytilgan so'zning qiymatining nechog'lik balandligidan ana shunday ulug' zot, go'zal namuna zot edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va hamisha musulmonlarni va'dalarni ustidan chiqishlikka, va'dalarning ustidan doim turishlikka Rasululloh undar edilar. Hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki: "Azminu li sittan va azmin lakum jannah." Ya'ni 6 narsaga menga kafolat beringlar, men sizlarni jannatga kirishlaringizga kafil bo'laman deb marhamat qildilar. Ana shu 6 narsadan biri va'daga va bergan va'dalaringizga turinglar, men sizlarni jannatga kirishlaringizga kafil bo'laman deb janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning marhamat qilganliklari. Demak, mu'min odam, musulmon odam Alloh va rasuliga bergan va'dasiki, ya'ni agar u va'dasiga turadigan bo'lsa va o'zaro o'rtalaridagi bo'lgan va'dalarga turadigan bo'lsalar, payg'ambar alayhissalom aytdilarki, men ana shu narsa va'dasiga turgan odamni jannatga kirishlikka kafil bo'laman deb payg'ambar alayhissalatu vassalom marhamat qilib turgan ekanlar. Ana endi va'daga vafo qilishlik musulmonlikning sifatidan, go'zal xislatidan, chiroyli odatlaridan sanaladi. Lekin va'daga xilof qilishlik, ya'ni va'dabozlik, va'dani ustidan chiqmaslik bu mu'minga zid bo'lgan illatlardan, xatarlardan sanaladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining muborak bir hadislarida marhamat qiladilar. Ayatul munafiqi salas: iza hadasa kazab va iza wa'ada akhlaf va iza utumina xon. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, munofiqlikning alomati 3tadir. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa va'dasiga xilof qiladi, omonat topshirsa omonatiga xiyonat qiladi. Bu hadisni roviysi ziyoda qilib aytadilarki, va zada va in soma va salla va za'ama annahu muslim. Agar uki ro'za tutsa ham, namoz o'qisa ham va o'zini men musulmonman deb da'vo qiladigan bo'lsa, gapirsa agar yolg'on gapiradigan bo'lsa, va'da berib va'dasini ustidan chiqmasa, omonat topshirilganda omonatni xiyonat qilib, omonatni zoyi qiladigan bo'lsa, bu insonda munofiqlikning alomati bor ekan. Albatta munofiqlik bu ulkan gunoh. Bu og'ir gunohki, buning oqibatini ham, buning zararlarini ham, buning yomonligini ham Alloh taolo Qur'onda payg'ambar alayhissalatu vassalom bizlarga hadislarda marhamat qilib ko'rsatib, ta'lim berib ketdilar. Mu'min odam, musulmon odam bunday munofiqlik illatlaridan uzoq bo'lmoqligi, saqlanmoqligi lozim bo'ladi. Hozirgi kunda jamiyatimizga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, alhamdulillah, iymon e'tiqodli, dini diyonatli xalqimiz bor. Va'dasiga turadigan, bergan so'zini ustidan chiqadigan ana shunday bir mard insonlarimiz bor. Zero xalqimizda bir ibrat borki, yigit so'zidan, arslon izidan qaytmaydi degan ana shunday shioriga amal qilib kelayotgan mana shunday mard insonlarimiz bor. Lekin guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, jamiyatimizda bergan va'dasini ustidan chiqmaydigan, so'ziga turmaydigan, bergan ahdini buzadigan, bergan va'dasiga xilof qiladigan toifalarning ham borligi juda bir achinarli holat sanaladi. Buni jamiyatimizning turli qatlamlarida, oilaviy masalalarda, ayol erkak masalasida yoki savdo sotiq masalasida yoki bo'lmasa boshqa ijtimoiy boshqa bir masalalarda buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Savdo sotiq masalasida va'da berib, va'dasini ustidan chiqmaydigan, va'dasini xilof qiladigan insonlar nechog'lik ko'p. Qarz berib, qarz olib, omonatini, haqqini ado qilmasdan uni zoyi qilib, aytilgan va'da qilingan kunga uni kechiktirib, hattoki o'sha bergan va'dasini ustidan chiqmaydiganlar insonlar qancha. Oilaviy masalalarda ayolni men tan mahramligimga oldim
degan mana shunday so'zni aytib, lekin oxir alal oqibat ayolning bu kamchiliklariga, bu injiqliklariga chidolmasdan bergan bu va'dasi, Alloh va rasuliga oldida bergan bu va'dasiga xilof qiladigan kishilarning qanchaligini ko'ramiz. Albatta, bular hammasi illat sanaladi. Bu illatdan ogoh bo'lmoqligimiz, saqlanmoqligimiz kerak bo'ladi. Musulmon odam doimo hamma vaqt albatta bergan va'dasini ustidan chiqmoqligi, hargiz va'dasiga xilof qilmasligi lozim bo'ladi. Va'daga xilof qilishlik yuqorida aytganimizdek, munofiqlikning belgisi, munofiqlikning alomati. Mana shu munofiqlar alomati bizlarga yo'liqmasligi uchun bergan so'zimiz, ahdimizga turmoqligimiz kerak bo'ladi. Yana bir holatlardanki, jamiyatimiz orasida tarqalgan xunuk illatlardan, ya'ni ba'zi bir odamlar bir shartnoma ustida ahdlashgandan keyin, kelishuv bo'lgandan keyin o'sha shartnomani oxiriga yetmasdan, oxirgi natijasini ko'rmasdan, oxirgi holatiga yetmasdan va'dasini buzib, ahdini buzib, o'sha shartnomani buzish holatlari yuzaga keladi. Albatta, bu ham og'ir gunoh sanaladi. Albatta, va'dani, berilgan ahdni buzishlik bu juda katta bir xatarlardan sanaladi. Jamiyatni agar mana shunday jamiyatda mana shunday bergan va'dasini buzadigan va so'zini bir va'dasiga so'z berib, ahd ichib, o'sha ahdini ustidan chiqmaydigan agar jamiyatda shunday toifa insonlar ko'paysa, bu jamiyat turli xil parokandaliklarga yuz tutadi. Shuning uchun ham musulmon odam doimo bu albatta musulmon odamning shiori bo'lishligi kerak. Musulmon odamning bir odati bo'lishligi kerakki, va'dasini ustidan chiqmoqligi, va'dasiga hargiz xilof qilmasligi lozim bo'ladi.